Chek Nasriddin mahalla fuqarolar yig'ini. Zeroki ushbu insonlar to'g'risida gap ketganda avvalo ancha-muncha mehnatdan qo'rqmaydigan, qo'llari ketmonda qavargan, yuzlari oftobda qoraygan hazrati inson ko'z o'ngingizga keladi. Mana shu mahallaga Yursanal Ahmedov rais bo'ldi-yu, mahalla yanada gurkirashda boshladi. Mahalla yana obod go'shaga aylanishni boshladi. Yaqinda o'tkazilgan OPMJ tadbirida ham o'sha mahalla rais boshchiligida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu ham bo'lsa o'ziga yarasha mashaqqat, o'ziga yarasha tajriba, o'ziga yarasha izlanishni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi 330-sonli qaroriga asosan Farg'ona viloyatidagi joriy yilda kambag'allikdan farovonlik sari dasturat doirasida 99 ta mahalla fuqaroligining infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha tumanimizda 7 ta mahalla kiritilgan edi. Ana shular qatorida Chek Nasriddin mahalla fuqaroligidan ham o'rin olgan bo'lib, hozirda elektr energiyasini yaxshilash, ichki yo'llarni ta'minlash maqsadida rejaga 3 milliard 200 million so'mlik mablag' ajratish kiritilgan bo'lib, hozirda elektr ta'minoti ishlari yakuniga yetish arafasida. Yangi simyog'ochlar, patsinatlar o'rnatilmoqda. Mahallaning yana bir yutug'i 7 yil davomida ilk bora Open byudjet g'olibligini qo'lga kiritganligidir. Assalomu alaykum. Mana shu bizni xudo xolasa Open byudjetda yutib oldik. Mana shu xalqimizni birdamligida hamda tajribamizdan kelib chiqib, o'zim tadbirkorman, tadbirkorligimda shu nimaga qo'llab yo'nalishlarni qildim. Mana 1,5 milliardlik loyiha bo'yicha asfalt bo'yicha yutib oldik. Xudo xolasa mana qishlog'imizni yana obodonlashtiramiz. Mana og'ir dastur bo'yicha ham o'sha ishlar davom etyapti bizning mahallamizda davlat dasturi asosida. Keyin masalalarimiz xudo xolasa kelajakda yana bundan keyingi yutuqlarni qilib shu mahallamiz uchun obod dasturi bo'yicha hamma reja asosida qilamiz. Yana xudo xolasa yutib chiqamiz. Shu niyat bor. Xalq birdamligi bilan, birgalik bilan olib chiqamiz. Endi davlatimiz birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga shart-sharoitlarni qilib beryapti. Shunchalik xalqimizga ishonch bildirib, mana xalqimiz ham xudo xolasa prezidentimizga ishonchini oqlaydi. Hamma mahallamiz mana birdamlikda mana bo'ldi 7 yilda mana birinchi marta tarixda 7 yilda birinchi marta yutdik. Xudo xolasa bugundan keyin ham va'da beraman, shu xalqni birdamlikda olib kelib, shu Open byudjetni yana keyingi dasturda yutishga harakat qilib yutamiz xudo xolasa. Endi bizning rejalarimiz hali yana ko'p, sekin reja asosida bo'lyapti. Yursanal Ahmedov, jo'raka mana hozirgina raisning gaplariga quloq solgan bo'lsangiz, albatta ish yurishda birinchi navbatda nima talab qilinadi? Halollik, poklik va oqillik. Jo'raki raisning yaqin yordamchisi kim? U ham bo'lsa hokim yordamchisidir. Kelinglar bu haqda Ravshanbekka yuzlansakda kelgusi rejalar to'g'risida quloq solsak. 2023-yildan beri Chek Nasriddin MFda hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelyapman. Hududimiz tumanda 7 ta og'ir hududlardan bittasi sanaladi. Bu uchun mahalliy byudjetdan 3 milliard 200 million og'ir hudud bo'yicha pul ajratilgan. Bundan tashqari mana yangi raisimiz boshchiligida tashabbusli byudjetga asfaltlashtirish loyihasini qo'ygandik. Bu yangi rais mana 7 yildan beri yutolmay turgan nimani yangi rais tadbirkorlikka qo'l kelib, bu yil Open byudjetda shu mahallani aholisini birlashtirgan holatda yutishga erishdik. Bu o'rinda shu raisning tadbirkorlik salohiyati bizga qo'l keldi mahallamizga. Endi bu 1,5 milliard mablag'ni Open byudjet bo'yicha mahallaning asfaltlashtirish ishlariga yo'naltiramiz. Mahallamizda hozir 728 ta xonadon, 1100 ta oila, 3816 ta aholi istiqomat qiladi bizning mahalla. Open byudjetga o'z hissasini qo'shgan barcha Chek Nasriddin mahalla fuqarolar aholisidan o'z minnatdorchiligimizni mahalla yetakchilik nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mahalla aholisining quvonchi cheksiz, bo'lmasamchi yosh va tajribali rais boshchiligida g'oliblik kimga ham yoqmaydi deysiz. Avvalambor Allohga shukr. Bizning mana yurtlarimiz obod bo'lyapti. O'zbekistonda mana yangi O'zbekistonning mustaqilligini mana 34-35 yilligi kelyapti mana. 34 yilligini yaqinda nishonladik. Allohga shukr. Juda ham yurtimizda sezilarli darajada ko'zni quvontiradigan ishlar bo'lyapti. Ayniqsa mahallani isloh qilishdagi prezidentimizni qilgan farmonlari, chiqargan qonunlari, mahallani raisi islohotchi bo'lib xalqni boshqarishi juda ham katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Buni biz o'zimizni mana mahallamizda
Rishton tuman Cheknasirda mahalla fuqarolar yig'inida ham bevosita ko'rib turib, ko'zlarimiz quvonib turibdi. Mana raisimiz boshchiligida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Haqiqatan ham tadbirkor, ishchan, yosh yigitimiz to'xtamasdan xalqni farovonligini oshirish, qolaversa xalqimizni sarmoyasini ko'paytirish, tomorqalardan unumli foydalanish, ahillik, tozalik, obodonlashtirish ishlarida juda ham katta bosh-qosh bo'lib turibdi. Buni yoniga kirgan yonidagi odamlar ham juda yaxshi ishlashyapti. Allohga ming qatla shukr qilamiz. Mana shunday bizning raisimiz bor ekan, mana yaqinda saylangani bilan sezilarli juda qonarli ishlarni qilib tashladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana yangi patsientlarimiz keldi, mana simlarimiz tortilib, mana asfaltlar bo'lyapti. Mana open budjetda ham mana o'zi boshqarib, yaqinda open budjetda ham g'olib chiqdik. Xudo xolasa yo'llarimiz mana qolgan joylari asfaltlanib, xalqimizga yana ham bir quvonch bag'ishlaydi. Xalqimizni yana ko'tarinki ruhda mehnat qilib ishlashga da'vat qiladi. Aholisi hukumatimiz rahbarlari tuman hokimligidan mamnun. Biz ham o'z navbatda yosh bo'lsa-da katta hayot tajribaga ega bo'lgan raisimiz Yursanali Ahmedovga omadlar tilab Cheknasirni tark etdik. Tumanda ana shunday g'olib mahallalar, tashkilotlar bisyor. Biz esa o'z navbatda ular haqida hikoya qilib boramiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Sherzod Sidiqov, Yunus Ali Mirboyev, maxsus tuman axborot markazi uchun Cheknasirdan mahallasidan.